zalimga 3 ta aboy ko'rsating, 5 yil, 10 yil ichida trenddan qolmasa. Xo'p, aynan xuddi shunaqa aboylar bizda bor. Da. Mana Ukraina supermo'shi основа filizili bemalol yuvib tozalanadi, oq variantlari, mana mramorniy stilda. Xo'p, Bundan tashqari mana ikkinchi yana variant. Ukrainaniki Atachenta variantlari, yangi dizaynda, bu 2026 ni dizaynlari. Xo'p. Xo'p, xolasangiz mana bu yerda Turkiyamiz bor, Marakan stilda, xuddi shuni o'zini dizayni, o'zini anaqasi, mana Atachentasi ustiga Marakan gul urilgan bunga. Bular nechi pullar? Bularimiz 350 ming sotilgan bo'ylarimiz hozirgi kunda 30% skidkada 250 mingdan qo'yganmiz. Boshqa joyda 150 mingdan ko'rdim. Nima farqi bor? Balkim u joylarda 150 minglik Xitoy aboyi bo'lishi mumkin. Men Farqi nimada? Shuni keltiraman. farqi buni sifatida, sochninligida, buni keyin inson salomatligiga zarari yo'qligida. Sertifikati bor demoqchi. ISO sertifikati bor. Har bitta zavodga qo'yilavermaydi bu. Sizlarniki qaysi davlatda ishlab chiqarilgan, aka? Turkiya, Ukraina, Rossiya. Xo'p. Bular top 5 taliga kiradi. Misol uchun boshqalarga maslahat berasizmi? Misol uchun boshqa do'konga sizdan olish emas, boshqa do'konga borsa, Ukraina, maslahat Rossiya, beraman. Turkiyanikini olish. Albatta. Men o'zim uyimga aboy qiladigan bo'lsam, Ukraina, Turkiya olaman. Boshqalarga ham shuni maslahat beraman. Bular sizlar sochning sifat bo'yicha top nechtalikda yuradi? Top 5 talikda yuradi и plus tomon birinchi o'rinda inson salomatligiga ziyoni yo'q. Shu. Birovni aboyini yomonlamoqchi emasmiz. Sizni aboyingizni prosta tushuntirib beramiz. Boshqalar aboy olmoqchi bo'lganda, o'sha Rossiya, Ukraina, Turkiyani olsa bo'ldi. Xo'p, misol uchun qarang, nima demoqchiman? Bitta aboy ko'rdim Instagramda. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Xitoy aboy olgan, ikkita rang chiqib qoldi. Sizlarda unaqa emas. Yo'q, hali shu paytgacha unaqa narsa bo'lmadi. Bular shu narsaga juda qattiq qaraydi bu zavodlarimiz. Agar muammo bo'lsa, zavodskiy defekti bo'ladigan bo'lsa, biz zapros almashtirib, rasxodini ko'tarib berasiz. albatta ko'tarib, rasxodini qilib beramiz. Bo'ldi. Xo'p, shunaqa aboylar olish uchun nima qilish kerak? Sergeli indeks bozoriga kelishinglar kerak. Va albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa aboy temasida zo'r-zo'r ma'lumotlar berib o'tamiz. Kimgadir shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, nomer yozib qoldiramiz.